Mendan juda ko'pchilik qachon simental chiqarasiz deyishyapti mana. Bugun nasib qilgan ekan akalarim simentalli go'zallardan kelib qoldi. O'zingizlar sifatlarga, turishlarga bitta ahamiyat berasizlar. Buqacha deganlarga buqachasidan, o'najin deganlarga buqachalardan, pachkalardan, sutga to'yganlardan joning sog' bo'lgur mana. Go'zalligini. Bitta laykdan bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar, simental narxlarini akalarim xo'rlaymiz bugun. Nerealniy narxlar qo'yib yuboraman. Ko'rasizlar, faqat poddeshka qilib, qo'llab-quvvatlab gazini bosib tursanglar bo'ldi akalarim. Mana chizza bo'yi yeb icharlar. İşlerga o'zingizlar bitta ahamiyat berasizlar. Ochoqpatlardan. To'qoldan so'raganlarga to'qollar shetda mana. Orqa korobkalarga o'zingizlar bitta ahamiyat berasizlar. Pachkalardan, sutga to'ygan polvonlardan so'raganlarga mana. Joning sog' bo'lgunlar mana. Assalomu alaykum Samandar uzobonachilar, simental ishqibozlari. Juda ko'p aka-ukalarim mendan simental buqa, simental g'unajin so'rashyapti. Talab va istaklar bilan chempionlardan, injiqlardan kelib qo'yganmiz. O'zingizlar turishlarga, sifatlarga bitta baho berasizlar. Haqiqatan ham go'zallardan, sutga to'ygan kachoylardan akalarim. Layklardan bosib qo'llab-quvvatlab poddeshka qilib tursanglar, bugun simental narxlarni qo'llaymiz, nerealniy narxlar qo'yib yuboramiz. Faqat qilayotgan mehnatlarimizga arzimasdan videoni boshladik. Bitta layklardan bosib poddeshka qilib tursanglar, nerealniy narxlar qo'yib yuboramiz. Yangi tug'ilganda puliga berib yuboramiz. Bizni videolar shunchaki ko'rmaysizlar. Malol olmasanglar ham 200 ming so'm pul olishingiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz desanglar, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi g'oliblarimiz sizlar bo'lishingiz mumkin. Xo'p, bugungi sanamiz 11-iyul haftani payshanba kuni manzillarimiz Namangan viloyati Chust tumanidan o'zimizning mini fermadan video obzor qilyapmiz. Joning sog' bo'lgur mana. Bitta buqamiz, bitta simental o'najinimiz. Hop, mana qaranglar. Joning sog' bo'lgur. Havas qilgan aka-ukalarimga bo'lmadi deganda shunaqalardan 20 tadan, 30 tadan bo'lsa. Hop, bunimizga keladigan bo'lsak, onasi simental ekan, otasini ham simental deyishdi. Biz gibridni beraveramiz akalar. Hozir negativ ko'payib ketadi. Asli tushungan biladi buni, mana shunaqa simental ham bo'ladi lekin. Hop, biz gibridni beraveramiz. Kim olsa gibrid hisobida ketaversin, mana. Ular qaranglar go'zalligini. Baq-baqasan qaranglar. Hammasini orqalari pachka. Sutga to'ygan polvonlardan. Haydanchi bitta buqamizni ham. Buqani qaranglar, zotga so'ragan akalarim juda ko'p edi mendan. Juda ko'pchilik mendan o'najin olgan, mana o'g'li qo'shib qo'yinglar akalar. Uchtasini bitta joyga tashlab qo'ysanglar, o'z-o'zidan ko'payib uylamolga to'lib ketadi. Ana bo'lmasa. Xo'p, bularni yosh oyligiga keladigan bo'lsak, mana buqalarimiz 6 oylikdan o'tgan akalar, mana ikkitasi. Mana unimiz 5 oylik, mana. Asha bitta bo'ylab bering, buqa lekin 15 plus ham kelsa kerak. Kichkina narsalar emas. Lekin narxi endi yuravering. Bular zagonda yurganiga ozgina. Bo'ldi. Mana shu oldiga o'ting bu tomoniga, o'zim bo'yiga. Orqasini bitta ko'rsatib qo'yaylik buqani. Bundan o'rgandan akalarim. Bo'ldi, qo'yaver. Shuni sog'ligini istagan tuyoq hammasiniki. Haydanchi o'najinlarni. Eng qizig'i uchalasi ham tug'ma to'qol. Tug'ma emas, haligi kuydirilgan ekan. Bu bittaniki to'qol ekan, buni bilan kuydirilgan. To'qollardan to'g'riroq bo'ladi shuni desak. Xo'p, bundan tashqari ham bitta gibriddan ham shuna turg'izing lozim bu aka. Mana bitta gibridchamiz ham bor. Simentalga Daniya mana. Ham go'zalidan. Puli arzonroq, pulim kamroq menga. Bir dona ham bo'laveradi deydigan akalarimizga bitta ko'rsatib ko'raylik, bizdan nima ketdi. Joning sog' bo'lgur. O'najincha bu. Hop, bu 4 oylik. Sutdan 100% chiqqan, o'tga o'tgan o'g'istlari. Orqalar. Bu ham pachka narsa. Suti to'yib emgan. Qaytarib qo'ying lozim ekan. Ishqibozlarga bu ham sotilaveradi akalarim. Hozir narxini hammasini aytamiz.
Hop, nargilarga yemini beravering Nozim aka. Unga ham yemini berasiz, buni ham ko'rsatib qo'yamiz. Idishtisini. Hop. Jo'ning sog'lig'i bilan orqa karobkalarga o'zingizlar bitta ahamiyat berasizlar. Haqiqatdan ham chempionlardan. Idishtisini ko'rsatib qo'yamiz endi bularni. Ana bo'lasan. Hammasi ochoqpat. Chizza bo'yi becharlar. Hop, bak kichkintoy ham bitta ko'rsataylik, keyin narxini yondirib yuboramiz bularni. Sutdan chiqqanmikin, o't yeydimi deydigan akalarim juda ko'p bo'ladi-da. Shularga mana uzul kesil javob. Jo'ning sog'lig'i. Haydavering Nozim aka narxini sindirib yuboraylikchi bularni. Jo'ning sog'lig'i turishini qaranglar bularni. Mana olib boqqani arzigusi ustidan. Mana stokani qaranglar. Olib sigir qilsangiz ham lider sigir bo'ladi. Mana buqaga gap so'z bo'lishi mumkin. Zotga ham bemalol ishlayveradi. Juda sho'x akalarim. Zotga qo'shgani ham bo'laveradi. Mana hop, ko'p cho'zmaymiz. Hozirgi kunda yangi tug'ilgani ham 21 million, 22 million so'm bo'lib turibdi. Biz sizlarga yangi tug'ilganni puliga beraveramiz desak, nima deysizlar akalarim? 3tasini ilojim boricha bitta sotiladi. Donaga olaman deganlarga narxlari vobshe o'zgarib ketadi. Shunga 3tasini olgan har tomonlama yutadi. Hop. Hop, yangi tug'ilganni ham 20 millionga olib shuncha qilguningizcha sizlarga akalarim 26 million, 27 millionga aylanib ketadi. Undan tayyorni olinglar, ham vaqtdan, ham puldan yutasizlar akalar. Hop. Mana olib tashlab qo'yadigan joyi. Hop. 26, 27 yo'q akalar bizda. 3tasini bitta joyda bo'ladigan narxi so'ragani uyaladigan qilib 22 million 500 ming so'mdan ketdi mana. Qatta beradi 22 million 500 ming so'mdan, hech qatta yo'q bunaqalari. Va gibridini ham topa olmaysizlar bunaqa narxlarga, bu shunaqa kattalikdagisini. Mana. Xonlarga 100% garantiyasini beramiz, hammasini mana. Negativlarga bu xohlasin sementalga burib desin, xohlasin sement. O'zi tushunib olaveradi akalarim. Mana. Lekin otasi ham, onasi ham semental deydi. Shunaqa sementalni biz ham ko'rganmiz. Ko'rganlar bo'lsa kommentga yozib qo'ysin. Mana ochoqpat, haqiqatda bular juda ochoqpat ekan. Siz sementalni bilasizlar ishini. Hop, men bitta kichkinamizdan olib ketdik, buni narxini aytib qo'yaylik. Hop, buni bitta o'zini olaman degan aka-ukalarga 15 millionga ketdi mana. 14,5 berishsin, narx undan kami ham yo'q, ko'pi ham yo'q mana. Yangi ro'zg'or qilayotgan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz mana. 14 million 500 ming so'm. Hop, videoda kamchilik, xatolik bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Bizdan uzoqlashmay, likelardan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab, podpishka qilib tursanglar, shunaqa narxlarni sindiramiz akalarim. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.